G'iybat nafaqatgina oxiratda azizlar, bu dunyoda ham og'ir oqibatlari bor. G'iybatchini odamlar yomon ko'radi. Zero qizig'imizki, o'zimiz birga gaplashib o'tiraveramiz, g'iybat qilaveradi, lekin o'sha odamni yomon ko'ramiz. O'zimiz aytib ham qo'yamiz, mana shu yomon g'iybatchi deymiz. Shunday ekan, o'zimiz ham o'shini qatoriga tushib qolmaslik kerak. Dunyo va oxiratda azobga qoladi g'iybatchi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, albatta iymon keltirgan kishilar o'rtasida yomon gaplar yoyilishni istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham oxiratda ham alamli azob bordir deydi. Hamma narsani Alloh bilur, sizlar esa bilmassiz deb mana sura Nurda Alloh keltiradi. Demak, Alloh taolo aytayaptiki, iymon keltirgan odamlar shunday bo'lish kerakki, kishilar o'rtasida yomon gaplarning yoyilishini istamaslik kerak.